Har safar tez yordamga sovg'a berganimda bu insonlar meni esimdan chiqib ketadi. Assalomu alaykum. Bayramlaringiz nimaga bugun spinga tushdingiz bugun? Sizga yoqadimi bugun? O'z kasbingizdan rozimisiz, minnatdormisiz? Sizga o'xshagan fidoyi shifokorlar ko'paysin, joninglar sog' bo'lsin, tani joninglar dard ko'rmasin. Hamma uyda bayramni nishonlaydiganda sizlar ishtasizlar. Tez yordamdagilar mashinani minib borib viz bilan bajarib kelishadi, lekin asosiy mana shu mashinalarni tozaligi, bu yerdagi xodimlarning tozaligiga mana shu insonlar javobgar. Umringiz uzoq bo'lsin. Birinchi kim tabrikladi bayram bilan? Hammasi tabrikladi, shukronazinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Bayramlar bilan tabriklaymiz inshaalloh. Umringiz uzoq bo'lsin. Hozir bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar. Umringiz uzoq bo'lsin. Birinchi kim tabrikladi? Xotiningiz, onangiz, farzandlaringiz? O'g'lim. O'g'lingizmi? Sizni tashlab ishda yurgan inson. Assalomu alaykum. Bayramlar bilan kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Oilaviy ishdamiz. Ajrashadigan ishdanmilar? Voy! Bularga uy shart emas. Farzandlarni ham olib kelolmabsizlar, deb xonacha qilib. Vallahi uyda yolg'iz. Mana bu sovg'a sizga, farzandlarga. Joninglar sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Yurtdoshlarimizga, shifokorlarning qanaqa tabriklari bor? Yurtdoshlarimizga 2026-yilda nimani tilayman? Faqat sog'lik, salomatlik tilayman. Oilaviy quvonch, omad. 2026-yil butun O'zbekiston uchun omadli bo'lib kelsin. Eng avvalo tinchlik bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Aynan mana shu insonlarni ham hamma yurtdoshlarimizdan hurmat qilishinglarni, yo'llarda tez yordam shofyorlariga yo'l berishinglarni, tibbiyot xodimlarini hurmatini joyiga qo'yishinglarni iltimos qilamiz. Fikrimga qo'shilganlar bitta like bosib yuborasizlar.